Assalamualaikum, hörmətli Şərq Türkistanlıq qərindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısında görüşіңizlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını dep tыңlağınızı sunumuz. Şərq Türkistan poçtası 2026 yılı 5 yanvar günü Uyg'urlarni asonliq millat deb atash Xitoyning Şərq Türkistanning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini rad qilishiga qanday qulayliklarni olib keladi nomli obzor e'lon qildi. Maqolada mundaq deyiladi. Xitoyning asonliq millat ramkasi Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash huquqini sistemli rad qilish uchun ishlatildi. 2017 yildan boshlab Uyg'urlarni nishon qilgan keng ko'lamli ziyonkashliklar hukumatlar, taratqular va xalqaro organlarga borgan sari to'nilib ketdi. Keng ko'lamli tutqun qilinishdan majburiy tug'ut cheklashgacha bo'lgan jinoyatlar hujjatlashtirildi. Bir qancha davlat va parlamentlar davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni e'tirof qildi. Shundaqdimi asosliq ramka yanada Uyg'urlarni Xitoyning osonliq millati deb tasvirlashni davomlashtirmoqda. Bu atalg'u qarmoqqa yuzaki tasvirda ko'rinsimi, amaliyotda intayin og'ir siyosiy oqibatlarni olib keladi. Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhanning Cambridge Universiteti nashriyati tarafidan 2025 yili 23 dekabr kuni e'lon qilgan ilmiy maqolasida bu xil tilning hargizmi betaraf emasligi o'ttirg'a qo'yilgan. Aksicha u mustamlikchilik hukmronligini yo'shiradigan va bir millatning siyosiy o'rnini tortib oladigan osonliqlashtirish jarayoni sifatida rol o'ynaydi. Uning tahlili Beijing Yangi zamin ma'nosida keladigan Xinjiang deb ataydigan Sharq Turkistonga markazlashgan bo'lib, dunyoviy nutqlarda bu besib olishni davlat ichidagi idora qilish masalasiga aylantirish orqali ishg'oliyatni qanday qilib normallashtirishga yordam berganligini ko'rsatib berdi. Osonliq millat atalg'usini ishlatish hargizmi betaraflik emas, chunki u bir guruhning ma'qulligini olmay turibla, ularga ma'lum bir ijtimoiy va siyosiy o'rin bekitib berishni o'z ichiga oladi, deydi Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan. Ishg'oldan majburiy turga ayrishgacha. Sharq Turkistonning zamonaviy siyosiy o'rni 1949 yili qat'iy shakllangan. Ayni vaqtda Sharq Turkiston Jumhuriyati o'zining boshqarishi va qurolli kuchlariga ega mustaqil davlat sifatida mavjud edi. Rayhanning naql keltirgan xotiralariga qaraganda, Beijingdagi Xitoy rahbarlari bu rayonning mustaqilligini bo'libmi Shimoliy Mong'oliya Xitoyning kontrolligidan chiqib, mustaqil Mong'oliya Jumhuriyatiga aylangandan keyin strategik tahdid deb qaragan. Rossiya arxivlaridagi oshkorlangan hujjatlardan ayon bo'lishicha, Xitoy Kompartiyasining shu yilning oxirida harbiy tajovuz qilish uchun Sovet ittifoqining qo'llashiga tayanganligi oshkorlangan. Bu tajovuz Xalq ozodlik armiyasiga aeroplan, yiqilg'i, ochliq va orqa saf yordami berish orqali amalga oshgan. Tajovuzdan keyin bu rayon Xinjiang deb o'zgartirilgan, ya'ni yangi zamin, yangi chegara ma'nosida kelgan bo'lib, nomiga mustamlikachilik munosabatini bevosita singdirgan. Rayhanning qarashicha, keyingi Uyg'urlarni osonliq millat deb qayta turga ayirish qasddan qilingan siyosiy harakat edi. Bu usul harbiy bo'ysundirishlarni ichki bir gavdalashish deb qayta aniqlagan va Sharq Turkistonni dunyoviy mustamlikachilikdan qutulish tarixidan chiqarib o'tishni maqsad qilgan. Osonliq millat ramkasi mustamlika qilingan millatning mavjudligini inkor qilish orqali egilik huquq va xalqaro e'tirof qilinish talabini to'sishni maqsad qilgan. Xitoy va dunyoning qolgan qismi Uyg'urlarni milliy osonliq millat deb ko'rsatib, 1949 yilining oxirida Sharq Turkistonga harbiy tajovuz qilgandan buyon davomlashib kelayotgan Xitoy Uyg'ur mustamlikachilik munosabatini qasddan inkor qilmoqda, deydi Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan. Osonliqlashtirish zodi nima qiladi? Kundalik ishlatishda osonliq degan so'z hamisha nupus xarakterli tasvirlash deb tushuniladi. Rayhan bu farazga jang e'lon qilib, osonliq o'rnini nupus soniga emas, balki kuch-qudratga asosan belgilaydigan siyosiy nazariyani o'ttirg'a qo'ydi. Agar organlar, qonunlar, urf-odatlar va davlat qurilmalari bir hukmron guruhining o'lchamlari va tanlashlarini qo'g'dash, boshqalarni bo'lsa, uningga beqindirish uchun loyihalangan bo'lsa, bu guruhlar osonliqqa aylanadi. Bu nuqtadan qaraganda osonliqlashtirish bir xil yo'lga qo'yilgan qoidadan chatnash signalini beradigan va bu chatnashni kamchilik deb qaraydigan bir jarayon. Hukmronlik qilg'uchi guruhga o'zi farqli deb qaraganlarni belgilash, boshqarish va tuzish huquqiga ega. Assimilyatsiya siyosatlari, nazorat qilish va majburiy birlashtirish qatorliqlar mustamlikachilik hukmronligiga nisbatan xayrlik boshqarish deb aqlanadi.
Sharq Turkistonga nisbatan aytganda, bu ramka haqqoniy bo'lgan mustamlikachilikka qarshi turishni bexatarlik tahdidiga aylantirib qo'ydi. Siyosiy huquq va mustamlikadan qutulish talabi davlatning bir bukchiligiga tahdid deb tasvirlandi. Assimilyatsiyaga qarshi turish bo'lsa, asabiylik, bölgünçülük va terrorlik degan nomlar orqali jinoyat deb bekitiladi. Shunday qilib, Ostonliq millat deb atash Xitoyning Uyg'urlar va boshqa turkiy xalqlarga qaratgan o'zliksiz irqiy qirg'inchiligining ayrilmas bir qismiga aylanadi. Mustamlikaga aylangan xalqlarni bu xil osonliqlashtirish bo'libmi, ularning mustamlikaga aylangan millatlik salohiyatini e'tirof qildirish va o'z taqdirini o'zi belgilash huquqi uchun kurash qilayotgan muhojiratga jamiyatlarga nisbatan qo'shimcha bir zo'ravonlik shaklidir, deydi Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhon. Indigenes xalq ramkisi va talash tartishdagi atalg'u. Rayhon Uyg'urlarning o'ltiraqlashish mustamlikachilik ostidagi ahvolini tekshirish uchun indigenes hukumini pat-pat ishlatib, bu hukumni davlat o'ltiraqlashish va nupus qurilish orqali hukmronlikqa yo'qitilgan boshqa mustamlika qilingan xalqlar bilan selishtirdi. Akademik nuqtalarda bu ramka ko'pincha ilgari mavjudlik va mulksizlikni ta'kidlash uchun ishlatildi. Indigenes degan hukumning Uyg'urlarga qo'llanishi Sharq Turkiston harakatining ichida siyosiy jihatdan talash tartish qo'zg'aydi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Yag'ma 2021-yili Sharq Turkiston surgunda hukumati diasporadagi ko'p qism Uyg'urlarning indigenes deb atalishini rad qilganligini, bu turning Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishning asosiy maqsadiga mos kelmaydiganligini o'tirg'a qo'yib, xalqimizning demokratik tanlashiga hurmat qilgan holda biz Uyg'urlar va Sharq Turkistonning boshqa turkiy xalqlarining indigenes xalqlar emasligini jakarlaymiz. Chunki bu atalg'u davlatimizning mustaqilligini asliga keltirishdan iborat tub nishoniga butunlay mos kelmaydi, dedi. Sürgünde hükümet yerli xalqlarning huquqini boshqaradigan xalqaro qonun ramkasining faqat ichki o'z taqdirini o'zi belgilash yoki avtonomiyaga yo'l qo'yadiganligini, ammo mustaqillik va egilik huquqini chetga qoqadiganligini ogohlantirib, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining indigenes xalqlarning huquqi to'g'risidagi xitobnomasidagi siyosiy avtonomiya doirasini cheklaydigan moddalarni ko'rsatdi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining aytishicha, 2200 dan ortiq muhojir qatnashgan ijtimoiy taratqudagi bir qatimliq ommaviy raysinashda taxminan 90% qatnashuvchi indigenes xalqlar deb atalishga qarshi turgan. Sharq Turkiston surgunda hukumati bu atalg'uning mustamlika ahvolini tasvirlashi mumkinligini, ammo uni qabul qilishning Sharq Turkistonni mustaqillikni cheklaydigan bir qonun ramki ichida qo'yish xavfi borligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu munozara ilmiy tadqiqotlarda ishlatilgan analiz kategoriyalari bilan milliy harakat tarafidan o'tirg'a qo'yilgan siyosiy nishonlar o'rtasidagi muhim farqni o'tirg'a qo'ydi. Rayhon ko'chman mustamlikachilik qurilmalarini oshkorlash uchun indigenes atalg'ularini ishlatgan bo'lsa-mu, Sharq Turkiston organlari atalg'ularning to'liq mustaqillikka intilish bilan mos kelish kerakligini ta'kidlaydi. Necha yillardan buyon Sharq Turkiston surgunda hukumati Uyg'urlarni osonliq millat deb atashni rad qilib keldi. Sharq Turkiston surgunda hukumati bayonotlarida osonliq millat ramkasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilishni qonuniy va mangulik deb qarab, irqiy qirg'inchilikni mustamlikachilik hukmronligidan ziyoda kulturni qo'g'dash masalasiga aylantiradiganligini o'ttirg'a qo'ydi. Bu nuqtadan qaraganda Sharq Turkiston surgunda hukumati mustamlikadan qutulish va mustaqillikning orzu talab emas, balki chet el hukmronligiga qarshi zarur qonuniy hal qilish chorasi ekanligini hamda osonliq millat degan atalg'udan voz kechishning xalqaro qonun bo'yicha tashqi o'z taqdirini o'zi belgilashning oldingi sharti ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Neo-orientalizm va yer sharviy sheriklik. Rayhon yana ziyolilar va obzorchilar orasida imperializmni faqat g'arbga xos hodisa deb qarash yuzilishi bo'lgan neo-orientalizmni tanqid qildi. Bu ramkada Xitoy asosligi g'arb hukmronligining qurboni deb ko'rsatilib, bu uning Sharq Turkiston, Tibet va Janubiy Mong'oliyadagi mustamlikachilik qilmishlarining mustamlikachilikka qarshi tanqidlardan qutulib qolishiga yo'l qo'ydi. Bu ko'rinmas nuqta amaliy oqibatlarga ega. U Xitoy davlat atalg'ularini tanqidsiz qabul qilishni ilgari surdi va bostirishni ishg'ol qilish emas, balki ichki boshqarish masalasi deb qaraydi. Natijada irqiy qirg'inchilik e'tirof qilingan taqdirdami, qo'g'dash va javobgarlikni surishtirish emas, balki hujjatlashtirish va tushuntirish bilan cheklanadi. Akademik va siyosiy organlar bu o'zgarishni davomlashtirishda markaziy rol o'ynaydi. Ular muqimlikni davlatning egilik huquqini asliga keltirish, mustamlikadan qutulishdan ustun qo'yish orqali
e'tirof qilishning hargizmi hal qilish chorasiga ilib bormaydigan, mustamlika qilinganlarning ovozi bo'lsa chetga qiqiladigan yoki rad qilinadigan bir sistemani kuchaytirdi. Til nima uchun natijani belgilaydi? Bu munozaraning muhimlik ahamiyati yo'q. Uyg'urlarning qandoq atalishi, qaysi hal qilish choralarining qonunliq deb qaralishini belgilaydi. Ostonliq millatlarni qo'g'dash mavjud davlatlar ichidagi kultur huquqini ta'kidlaydi. Ammo davlatning o'zining ommaviy zo'ravonligining javobgarligini surishti qilishda qurilma jihatdan yetarli emas. Uyg'urlarni mustamlikachi xalq deb e'tirof qilish Sharq Turkistonning xalqaro qonun bo'yicha o'z taqdirini o'zi belgilash va mustamlikadan qutulish doirasiga qo'ydi. U irqiy qirg'inchilikni ichki siyosatning chekidan oshgan qo'llanilishi emas, balki chet el hukmronligining natijasi va xalqaro qonuniy oqibatlar deb qayta tasvirlaydi. Rayhonning bu tashabbusi ziyolilar, jurnalistlar va siyosat belgilaguvchilarni huquq munosabatini yushiradigan meros qolgan so'zliklardan voz kechishga chaqirdi. Uyg'urlarni osonliq millat deb aniqlama berishni davomlashtirish, betaraf tahlil qilish tanlashi emas. Bu mustamlikachi davlatning manfaatiga mos keladigan siyosiy harakatdir. Mustamlikadan qutulish nom qo'yishdan boshlanadi. Osonliqlashtirish, tilini rad qilish, Sharq Turkistonni ishg'oliyat ostidagi davlat, uning xalqini bo'lsa o'z kelajagini o'zi belgilash huquqiga ega bir millat deb e'tirof qilishga qarab bosgan tunji qadamdir. Qasida Farhod Tursun. Sening ruhing butun dunyo. Herman Hesse Siddhartadan. Qaç-qaçda muzdavanda to'nglab qolgan jasadlar ichidan meni tuniya olamsan. Panoh tortgan qarindoshlar saldirib oldi kiyimlarimizni. Hozirmi undan o'sdan uchraydi yalang'och jasadlarimiz. Qatliamni ular menga muhabbat deb tanganda, bilamsan men sen bilan birga. 300 yillik uyqudan uyg'onib tunimaydi ular bir-birini. Bilmaydi ham o'zining ulug'ligini. Zaharni isil sharab bilib xushallik bilan ichivatganman. Ular ko'chalardan g'oyib bo'lgan gavdamni izlab topolmay yurganda, bilamsan men sen bilan birga. Kallalardan yasalgan ashu munar ichida bor mening mukallam. Qilishning ittik galliqini sinash uchun kesgan mening kallamni. Qilich oldida biz so'ygan sabab natija munosabati xuddi tal va oshiqning vujudidek gumron bo'lganda, bilamsan men sen bilan birga. Bozorda igiz tumoqliqlar qarg'a elish mashqi nishoni bo'lganda, mingisiga o'q sanjilgan kishining chiroyi azobliq so'zilib, o'zining o'lish sababini bilmak bo'lib qaragan ko'zining oldida jallodning gavdasi g'uvolishib yo'qolganda, o'q sanjilgan mingidagi qizib ketgan tafakkurda aks etgani mening gavdam, osh chog'da bilamsan men sen bilan birga. Şarap ichish, qon ichishdan ig'ir gunoh hisoblangan ashu davrlarda, bilamsan odam qinida cho'rgiligan tugmanda tortilgan unning ta'mini. Alisher Navoiy asabiylarcha ham xiyol qilib chiqqan sharabning ta'mi ulga ilingan mening qinimdan. Cheksiz sirliqlashgan ashu maslikning eng cho'nqur qatlamlarida, bilamsan men sen bilan birga. 2006 yılı 3. ay Beijing, Shihong. Bizga vaqt ayırğınыңlar üçün köpdən köp rahmat. Kelar qıtımqı programımızda görüşküçə Allah'a amanet bolğaysızlar.